Hurmatli teletomoshabinlar, siz va biz kutayotgan daqiqalarga fursatlar tobora yaqinlashmoqda. Bugun ham demak, omadli tomoshabin aksiyasining navbatdagi g'olibini aniqlaymiz. Bizga bee'tibor bo'lmaganlar ekran qarshisiga yaqinroq keling va 26-dekabrga qadar davom etuvchi bugungi aksiyamizning demak davomli nuqtalarida yana bizni qimmatbaho sovg'alarimiz, bir guruh deymizmi, bir qator haligi maishiy texnika vositalari qolaversa bosh sovrin mana ko'rib turibsiz, ko'zlarni quvontirib turibdi. 50 million so'm sizni kutyapti. Shunday ekan, faol bo'ling. Har kuni 16:30 dan boshlab 16:00 dan boshlab 18:30 ga qadar My5 telekanalini tomosha qilishingiz shart. Shunchaki mast diqqat bilan ekraningizda 4 ta sirli raqam chiqadi. Aynan mana shu sirli raqamlarni qisqa muddat ichida Promo Bank botga darrov jo'nating va do'stlar bilan mana shu aksiya haqida havolalarni ulashib, qo'shimcha ballar yig'ing va siz omadli tomoshabinlar safida bo'lishingiz aniq. Eng muhimi, ishonib harakat qiling. To'ppa-to'g'ri. Demak, navbatdagi g'olibimizni aniqlash fursati yetdi nazarimda va buning uchun biz mana ortimizga o'rnatilgan ekranga qaratamiz e'tiborimizni va biz boshlasak bo'ladi. Vaqtni zoya ketkazmaylik, har holda kutayotganlar bor. Tasodifiy raqamlar generatori bizga omadli tomoshabinni aniqlaydi. Omad yor bo'lsin barchangizga. Qani ketdik. Boshlandi. 90 kodi ma'lum bo'ldi. Navbatdagi raqamlar 60 08 abonent egasi. Demak, bizni bugungi g'olibimiz, ular agar bizni ko'rishayotgan bo'lsa, yaqinroq keling. Sizga albatta qo'ng'iroq qilamiz o'rtoqlar. Bir necha soniyalarda siz haqingizda batafsil ma'lumotlarni olamiz. Yurtdoshlarimiz hozir xursand bo'lishyapti. Qanchadan qancha insonlarni mana shu sovg'alar bilan xushnud etyapmiz. Eng muhimi, sizni mehringiz, sizni muhabbatingiz bizni quvontiradi va ular haqidagi ma'lumotlar menimcha allaqachon keldi. Albatta, bilasizmi Umidaxon, o'tgan safargi ko'rsatuvimizda, ya'ni seshanba tongida Sirdaryolik muxlisimiz Shohida opa edilar. Kelganlarda hafta g'olibiga aylanib, bir to'pla maishiy texnikalarni olib ketdilar. Muzlatgich bor edi, kir yuvish mashinasi. Men nihoyatda xursand bo'ldim-da. Mana ortda qolayotgan yildan shunaqa munosib sovg'alar, e'tibor va mehr muhabbat shunaqa yuksak baholanyapti. Boringizga shukr deymiz va navbatdagi g'olibimiz kim ekan? Ular haqida ma'lumot kelib tushdi. Nasibaxonim Abdullayeva ekanlar. Nasiba Abdullayeva, rostdan. Faqat yillari 99-yil ekan. Mayli, demak, ularga havas qilib balki ismlarini qo'yishgan bo'lsa ajab emas. Nasibaxonim Abdullayeva 6008 raqam egasi. Biz sizni chin dildan muborakbod etamiz. Qashqadaryo viloyatidan omadli tomoshabinimiz. Seni izlab nasibam, seni izlab deb qo'ng'iroq qilishimiz kerak bo'ladi. Albatta. Mayli, endi qiz bolani men hayajonga solmay, o'zingiz bu ishda mas'ul bosh-qosh bo'lsangiz, menimcha nur ustiga nur bo'ladi. Nasibaxon hozir agar bizni oilaviy tomosha qilayotgan bo'lsalar ajab emas. Nasibalar ekran qarshisiga, ayniqsa Qashqadaryolik nasibalar, kelinglar yaqinroq. Albatta, ularni hayajonga solamiz. Erta tongdan Omon dasturini ko'rishni tavsiya qilamiz, azizlar. O'tkazib yubormang. Omadli tomoshabin aksiyasining g'oliblari faqatgina Omon dasturida jonli efirda aniqlanadi. Qani endi, uxlab yotibsizmi? Qayergadir ketib bordingizmi? Endi bularni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Kun uzog'i televizor ko'rib odam charchab qolishi ham mumkin-da. Har xil informatsiyalar, har xil lekin charchashmaydi. Rang-barang ko'rsatuvlar, dasturlar charchatmaydi. Vaqtingizga mazmun ulashadi. Ana doirani olib xizmatga chiqib ketdi. Ikkinchi raqamlari ham bordir. Hozir ikkinchi raqamlarga bog'lanishga harakat qilamiz, demak. Biz bog'lanishimiz kerak. Qashqadaryolik Nasibaxonim Abdullayeva, ustoz san'atkorimiz eshitsalar juda xursand bo'ladilar. O'zbekiston xalq artisti betakror Nasibaxonim Abdullayevaga havas qilib Nasiba qo'ygan bo'lsa ajab emas. Chunki o'zi Nasiba ismi o'tgan asrdan beri nihoyatda mashhur, televideniyamiz bilan bog'liq, meni ustozim bilan bog'liq bo'lgan chiroyli xotiralar. 3 ta Nasiba bo'lgan. Nasiba Qambarova, Nasibaxonim Ibragimova, umrlari uzoq bo'lsin. Har ikkala ustozimizni o'tgan, Alloh rahmat qilgan bo'lsin, ustozim Nasibaxonim Maqsudova. Ikkinchi raqamlar 1996 ekan. Xo'sh. Balki bu raqamdan oling, ko'taring. Televizor muborak bo'lsin. Siz bilan erta tongdan suhbatlashib,
o'zingizni o'sha mamnun holatdagi kayfiyatingizni his qilmoqchi edik. Ming afsuski, hali hamon olmayapsiz telefonni. Balki ota-onalarning ko'nglini olish uchun choy poy damlayotgandirlar, balki Bo'lishi mumkin. o'qishga shoshayotgandirlar. Balki kelindirlar, Xo'p, yumushlar demak ko'tarmadilar, bor. Ming afsus. azizlar, ming afsus bo'lsin. Lekin bizni hamkasblarimiz ularga Ma'murlarimiz qo'ng'iroq qilib bog'lanishadi va sovg'ani qachon, qayerdan olib ketishlarini albatta yo'llaydilar. Nasibaxonni yana bir bora tabriklaymiz. Albatta, azizlar, siz ham ishtirok eting, faqatgina yaxshi niyat bilan. Bugun ham kech emas, aksiyamiz 26 dekabr sanasigacha Bor hali. davom etadi.